Turuvdim. Tashqarida turganimda bu aka kelib turib, kelyapti, meni ko'rishdi. Ko'rishib turib, menga kirgandan keyin ejamanda o'tiruvdi. Keyin kelib turib, menga ko'rishgandan keyin senmi xotinni muhabbat qilganda yo'q desam tortib yubordim masala. Urgandan keyin meni tepib bordi. Tepgandan keyin akam chiqib turib ajratdi, qo'ydi, mashina deb turib u yoqda ham olib kirdim ha debdi. Bolalar bordi, 2-3 ta ashlarni ham olib kirib turib, menga olib kirib turib o'ydi, urdi uni ham. Urgandan keyin, ashi yiqilib tushgandan keyin уже keyin katta odamlar kelib уже ajratib qoldi-da meni. Kecha bir juma oldin kirgan, Voskreseniya kuni bozor kuni kirib, men o eshikda turadilar, nondan mebel. Shu mebelni so'radi, aqchasi qancha so'm bo'ldi? 8000 dedi. Ana kulib 5000 ga beraysizmi dedi. Javob 5 ga bo'ldi. 7,5 ga dastlab qilib beramiz, pagorudi dedim. Desam bo'pti, keling dedi. Ana bir juma o'tgandan keyin xuddi o'sha kuni Voskreseniya kuni kirib, bundan qancha dedi? O'sha kuni ham 8000 dedim, 7,5 ga beraman desam 5 ga ber dedi kulib. Yaxshi ber. Jonimda bo'lib o'tsam, qisqartirsam arzonroq bo'ladi dedi. O arzonroq bo'ladi dedi. Bu yog'ini glubinasi, bu yog'i shunday qolarsin, glubinasini 28 kilo hisoblab berdi. 28 kilo hisoblab berdim. Hisoblab bersam endi 30 kilo hisoblab berdi. Eje dedim, "O'sha seneda qilib beramiz" dedi. Unda 35 kilo hisoblab, uni ham o'sha seneda qilib beradi. Desam, "Unda hozir tutchi" dedi, ana oradan bir 15 minut o'tgandan keyin metringni olib kel dedi. Metrni olib kelib, bu yog'ini o'lchadi. Bu yog'ini o'lchavaylar bilen dedi. Bu yog' 45, bu yog' 120, bu yog' 210 desam, "O'lcha deganni sen o'lchaysan" dedi. "Sen menga обязансың" dedi. "Qayerda yozib qo'yibdi обязан" degan. "To'g'ri, siz kelinsiz qarashim kerak, lekin sizga обязан emasman" desam, "Men 1 soat tursam buni endi 1 soat bunday qil desam, qilasan sen" deb o'shadan urush chiqardi. "Ana jaz qilasan" dedi. "Men aytmagan sen qilib berasan" dedi. "Yo'q, undayga bo'lmaydi" dedim. "Undayga qilmayman" dedim. Desam, "Qilasan" deb turib, shundan oldira borib, "Men qilmayman" dedi. "Bozor to'la usta" dedi. "Bozorga chiqib boshqa ustalar qildim" desam, "Sen qilasan, men sana qildirtiram" dedi. "Fokus razmer turiga esa alpara olib kelib peredelki qilib berasan" dedi. "O'sha men boshqa doполнительный yaxshi qo'shib beraman" dedi. "Men qilmayman" dedi. "Boring bozorga chiqib boshqa ustaga qildim" desam, jurnal menga otib oldi. Boshimga otdi, jurnalim tushib jitilib ketdi. "Eje qo'ying, ayol kishisiz" dedim. Ana qo'lga kirgan narsani otdi, o'sha men ham jahlim chiqib o'sha otgan narsani qayerga otdim ejega. Artsam mana no spalniga o'tirib turib birovga chaldi. Chaldi oladi, ikkinchi jo'li chaldi, "Shoir" dedi, "Shoir kel" o'sha paytda. Qo'llarim kirib qo'ying ejani ushashuvdi. Men endi qo'ying ayol kishi ekan deb turib bu yoqqa o'tdim. Bular magaziniga kirdim. Jahlim bosilib qoldi dedim. Ana ukalarım bu yoqda turdim, men pastga tushib ketganimda kirib turdilar, ular uribdi ukalar. Shunda voqea bo'ldi. Ana kech payt kelishib, shu prihoshkam bilan "Ona obumnisani bersang, bo'ldi, ish tegiz olib ketadi. Bo'lsam ustingizdan jazam" dedi. Kuni soat 4 dan o'tgandan keyin 4:20larda ayol doğushi eshitildi. O'sha so'kish otgan. O'sha bu yoqqa o'tsam, o'sha ayol kishi o'sha bizni mebelni sotgan savdogar bilan urishayotgan ekan. Bir nimalar atganini ko'rib, keyin kichina bu yoqda turdim. Keyin bir nima atganini o'sha savdogarga qo'ldan kirgan nima bilan atganini ko'rib, keyin borib eje tashqariga chiqib nima qiling desam, "Senlar aralashma, biz ikkovimiz kuylashotamiz" dedi. Keyin kichina o'tdim. Bu yoqqa qaytib borsam, dag'i bir nimalar atayotadi. O'sha keyin nimalarga tegib ketmasin deb kompyuterlar bor edi o'sha yerda. O'shalarga tegib ketmasin deb eje chiqing eshikka deb kichina to'sdim oldidan. To'sib kichina mendan o'tib, kichina so'kindi. Bir nimalar atdi savdogarga. Atgandan keyin kichina to'sganimdan keyin mendan da o'tib, divanda kravatlardan ustundan o'tib, urishdi. Urishgandan keyin men chiqib ketdim, o'zim magazinimda savdo qildim. Savdo qilgandan keyin bir 20 minut, 30 minutdan keyin kuyovi kelib, o'sha sherigim kirgan ekan, dag'i baqir-chaqir bo'ldi-la, sherigim ortidan kirdim. Eshik tagidan meni so'dag'ib ichkariga kirdi. Kirib, keyin sherigimni janimda meni urdi.